Elon Musk yaqinda ko'pchilik eng katta texnologiya revolyutsiyasi deb atayotgan yangi qurilmani namoyish qildi. Bu oddiy smartfon emas. Apple, Samsung va boshqa kompaniyalarga jiddiy raqobatchi. Qurilmaga SIM karta ham, Wi-Fi ham kerak emas. U to'g'ridan-to'g'ri Starlink yo'ldoshlariga ulanadi. Shuning uchun aloqa Yer sharining deyarli har bir nuqtasida ishlaydi. Tog'larda, okeanda, cho'llarda, aloqa minorasi yo'q joylarda ham, elektr yoki uskunalar ishdan chiqsa ham, siz baribir bog'lanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hatto dunyodagi eng olis nuqta Nemo nuqtasiga borsangiz ham siz bilan aloqaga chiqisha oladi. Qurilmaning taxminiy narxi $800. Uning texnologik imkoniyatlari esa hozirgi smartfonlardan taxminan kuchliroq bo'ladi. Eng qizig'i, bu qurilma Neuralink chiplari bilan ishlay oladi. Ya'ni kelajakda siz faqat fikringiz bilan qo'ng'iroqlarga javob bera olasiz. Mashinani boshqarishingiz yoki eshiklarni ochishingiz mumkin bo'ladi. Kimdir buni evolyutsiyadagi katta qadam deb o'ylaydi. Kimdir esa bundan xavotirlanadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Balki boshqa ko'rishmasmiz yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish mumkin.